Hammasi shu yerda tugaydi. Va nihoyat men shu kunni kutdim va shu kun keldi. Shuncha vaziyatlar bo'ldi. Attang. Hammasi tugaydi, albatta. Men shu vaziyatni kutdim va shu onlar keldi. Xullas, Machete, meni eshitgan bo'lsang, bugun dushoning bilan ko'rishayotgan so'nggi kun. Uning ismini aytmayman. Borib, do'pposini chiqarsang ham hamma edi. Lekin u kompasni yaratgan va seni taqdiringni ham buzgan o'sha bo'ladi. Yo'q qilishingni so'rayman. Ish topsanmi? Faqat yo'q qil. Yaxshiyamki, hammaning sirini bilmadim va bilishni xohlamadim. Asli yuzini endi ochyapti. Machete, bugun taqdiringni so'nggi kuni va degan umiddaman. Bu hammasi sening qo'lingda va sen o'zgartira olasan. O'sha kompasni yaratgan insonni ham sen yo'q qila olishing mumkin. Hech kim yo'q qila olmaydi. U sening taqdiring bilan o'ynashgan. U sening taqdiringni o'zgartira oladigan yo'lni u yaratgan. U kelmoqda, Machete. Ehtiyot bo'lib, choralaringni ko'rishingni so'rayman. Va senga omad. Hammaning kompas orqasiga qarilagan. For those of you that want to know what we're all about, it's like this, yo. This is 10% luck, 20% skill, 15% concentrated power of will, 5% pleasure, 50% pain, 100% reason to remember the name. He doesn't need his name up in lights, he just wants to be heard. Whether it's the beat of the mic, he feels so unlike everybody else, alone. In spite of the fact that some people still think that they know him, but fuck him, he knows the code. It's not about the salary, it's all about reality. Do'stim Machete, hamma sirni ham bilishingni xohlamas edim. Sen bilan oxirgi marta aloqaga chiqishim. O'zingni asra. Xayr.